Sen shukur qil, birodar. Sen shukur qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan, yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukur qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushirib olmagan. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka birov tosh otmaydi. Bunday odamlar, bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan ham kamchilik topishgan.